travertinni toshi baribir fasadga juda boshqacha vid beradi. Mana buni qarang, baland kiraverish darvozaxona qilingan. Bugungi yangi obyektimizni 601 sotixli xonadon. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, yangi 16 yillik mahallasida joylashgan. Yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasida, mahallani bilasizlar, yangi mahalla, haqiqiy o'zbekona mahallada joylashgan. Mana bu yozgi oshxonamizdan boshlaymiz. Video obzori juda boshqacha chiqibdi, chiroyli stilda qilingan. Ichkari tarafdan bo'lsa, binoyimizning ko'rinishi, fasadlari to'liq travertin toshda qilingan. Ichlari ham yaxshi holatda turibdi. Menimcha olganingizdan keyin et-betiga bitta qarab olasiz. Bu bizning oshxonamizda joylashgan. Qishki oshxonamizni bemalol ovqat tayyorlab, ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan o'zining sharoitlari bor. Domofonlarimiz hammasi qilingan. Kirganimizda chap qo'lda bu yerda 3 ta xona, bu tarafda ham 3 ta xonamiz joylashgan. Bu yerda bitta spalnamiz va oshxona qismlarimiz qilingan. Juda chiroyli proyekt. To'g'ri, bundan bir 10 yilcha oldin qurilgan xonadon-ku, hozir ham stili juda chiroyli bo'lib turibdi. Mana shu fasad qismiga bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, akam 305 mingdan keldilar. Narxini 275 ming startoviga tushirib qo'ydim. Albatta keling, ko'ring, tepasida yana gaplashilinadi. Ozgina o'tib beradigan joyi bor.